Assalomu alaykum kitob qumar do'stlar. Uyg'ur TV'ning roman o'qish programmasiga xush keldinglar. Tövəndə sizlərə yazğıcı Habibullah Abdülmitning Muz tutqan daryo nomli romanining 28-ci qismini anlatishga boshlaymiz. Uchtub tut tog' jilg'isini dahshatli bir ovoz qopladi. Mana bu ovoz to'qir bo'rining so'zib turib, puvlayotgan ovozi edi. Oltin qo'ng'iroqli to'qir bo'ri g'or og'zidagi qiyotoshning ustida turib, beshini yuqori ko'tarib, ular taraf qarab puvlayotdi. Oltin qo'ng'iroqli quyuq yolisi qishning sovuq shamolida hayvatda yelpinib turardi. Go'yo ko'ngli taskin topolmay turgan bir otadek, o'tkir ko'zlarini ona va bolaning qoldirib ketayotgan izlariga tikib, ularning qarisi yo'qolg'icha joyida midirlamay turdi. Ana va bola oldiga qarab ketayotgan edi. To'qir bo'rining huvlashlari aminlikdan bishorat bermoqda edi. Tog'dagi bu qorliq dalaning sukunatini buzgan to'qir bo'rining huvlashlari yosh xonim bilan bolaga shunchalik mo'jizaviy xotirjamlik baxsh etgan edi. Ularning orqasida bu olamning ming turli o'yinlarini ko'rib zerikmagan, uzoq asrlar bo'yi ko'rmang urush jadallarini beshidan o'tkazgan, neni ko'ch-ko'chlarga shohid bo'lgan gigant shunqor cho'qqisi mavi samog'i sanjilgan xanjardek ayvisi bilan yosh xonim va bolaga yiroqdan nigohini ag'dirib turardi. Go'zal tog' daryolar, bog' bo'stonlar bilan naqshlangan yurtidan, eshik derazalari ko'ksirda sirlangan qora joylardan, o'xshash tilda so'zlashadigan xulum qo'shnilardan, xizmatdoshlaridan, o'quvchi va ustozlaridan, bovisidan, yo'ldoshidan ayrilgan yosh xonim bo'lsa, o'g'lini yetaklagan peti atrofni o'rab turgan qiyotoshlardan, qalin o'rmonlardan, to'qir bo'rining hasratli quvlashlaridan bora-bora yiroqlashib ketyotdi. Osmon yo'ruq, yulduzlar yo'q edi. Dögülek ay kömüş qo'ng'iroq halqidek, arshi aloga esiqliq turardi. Yosh xonim bilan bola alahazal 2 soatga yaqin yo'l yurgandan keyin nigohiga sharq tomon shimolga so'zilgan muz tutgan daryo ko'rindi. Ular asta-asta daryo laviga yetib keldi. Daryoning qirlariga qor pardalari tortilgan edi. Muz tutgan daryoning o'qati oltin qirg'oqdek yaltirab ko'rinib turardi. Ana va bolaning ishlari shunchalik issiq bir huzurga to'lgan edi. Gerçi ular nashta qilmagan bo'lsa-mu, qo'saqlarining oshqanligini sezmagan edi. Qadamlari yengillab, erkin chamdayotdi. Endi ularning muz tutgan daryodan o'tishga savr qachisi toshgan edi. Ruhiga yangi bir tuproqning hidi urilib va ajdodlarining ruhini ko'rgandek qiladi. Ular yangi bir haqiqatning yo'liga qarab ilgirlab mangdi. O'zlarini sesiq ko'llarda yashashdan qutulib, suzuk daryoda uzayotgan beliqlardek shunchalik baxtlik, shunchalik erkin, shunchalik xotirjam his qilib, vujudida erkin bir ruh usul o'ynashga boshlagan edi. Ular endi yangi bir hayot qadam tashlagan edi. Mazkur yangi hayotda erkinlik bor edi. Bor bo'lgandimi, eng yangisi bor edi. Ana shu erkinlikni ular erkin bir ruh bilan quchoqladi. Endi quyosh chiqib, jahon yo'rig'an edi. Kun tunugandan illiq edi. Sovuqning kuchi qaytgandek qiladi. Darvaqa quyosh hammadan buyuk, hammadan ulug'. Navoda quyoshning yo'riqligi bilan issiqligi bo'lmasa edi, umi o'xshashla insonlar ismini bilmaydigan noma'lum plantlarning qatoridan o'rin olgan bo'lar edi. Quyosh yo'riqligi, issiqligi va tal-tal go'zal nurlari, qip-qizil shafaqlari bilan go'zal. Uning chiqishimi go'zal, o'ltirishi ondan go'zal. Mubodo qabrlarni echib, o'liklardan kun nurini ko'rishni xohlab-xohlamaydiganligini so'rasa, cho'qim hammasi o'rinlaridan turib, kun nuri ko'rishni xohlaydiganligini aytishi muqarrar. Ey ulug' quyosh, ey ulug' tong nuri, sen nima degan go'zal. Shu vajidan sening isming quyosh. Quyosh degan bu nom nima degan qutsal ism? Agar quyosh bo'lmasa, tong degan bu so'z bo'lmagan bo'lar edi. Yana butun jahon qorong'ulik ichiga band bo'lib, yer shardagi barliq mavjudot o'z go'zalligini namoyon qilish imkoniyatidan mahrum qolar edi.
və aləmni muz qaplab, barlıq canlıqlar hayatlıqdan məhrum qalar idi. Ey suyumli quyosh, sen bolmagan bolsaң muşu şunçilik pak, şunçilik səbi, şunçilik aq көңіл, şunçilik mulayim, şunçilik aqılliq, şunçilik iradalik, şunçilik təvəkkülçilik ruhiga boy, şunçilik erkinlik ruhiga və şunçilik cesur xarakterga ega ona və balının qarang'u g'arning ichidan chiqishiga ne hojat? Aldıda turgan muz tutqan daryodan o'tishiga ne hojat? Və erkinlikni armon qilishiga ne hojat? Ey nurli quyosh, sen bo'lganliging uchunla ular erkinlik qarab qichiyotidi. Sen mushu ko'k osmonga chaqnab turdiganlar bo'lsang, ona bilan bola hamon orzusiga yetidi. Qarang'u tog'lar orasidan ko'tarilgan quyosh ajoyib parlaq bo'lib, nurlari muz tutqan daryoning qirg'oqlarini oltin ranglik zarlik bilan bezigan edi. Süzülüvatqan yangi tağning yo'riqi muz tutqan daryo yuzida aks etiyotdi. Tağ shamili sepilib muz tutqan daryo yuzini silayotdi. Qirg'oqlardagi qumishlarning dona-dona muz cho'qiga o'xshash to'nlab qolgan po'paklari, ustiga qo'ngan qorlar kamanchidan to'zg'an paxtadek havoda uchib yuradi. Do'nglikdagi yezi yo'li quyosh nurida tavlanib yotadi. Yosh xonim ana shu yo'lga yetish uchun muz tutqan daryoning ustida muvoziyatini yo'qotib, bayni dengizning o'rtasida lapangishib ketayotgan yelkanli kemidek ikki tarafga tavrinib oldiga, keyniga teyilib mengayotdi. Balaning abdida xavf-sirashning ifodasi ko'rilmaydi. U nihoyatda mag'rur, parvosiz edi. Amdili qanot chiqib, uchishni o'rganayotgan qushlardek ikki qo'lini kerib, temchiklab ketayotdi. Onun qash kirpiklarini qirov bosgan, ko'zlarining ichi umidga to'lgan edi. Daryoning ko'kish muz tutgan yuzida odamlar bilan hayvonlarning, harva bilan chanalarning izlari o'zaro aralashib ketgan edi. Ularning oyoqlari ostidagi aynakdek yaltirab turgan muz tutgan daryo yuzi nihoyatda mazmut bo'lib, hech qanday qarasligan bir ovoz chiqarmayotdi. Yosh xonim o'g'lining jazmdorligiga qarab zo'qlanib ketayotdi. Ular muz tutqan daryoning ustida ana shu tariqada mengib, birdamdila ovqatga sog'-salomat o'tib oldi. Yosh xonim daryoning tuvan tarafidagi do'nglik ko'z yugurtdi. Atrofdagi hamma narsa ular uchun qo'rqinchli tuyulmadi. Ular ana shu ko'rinib turgan do'nglikka yamishib chiqdi va sadabdek jimirlab turgan qor bosgan dalaga ko'z tashladi. O'ng tarafda bo'lsa bir yezi ko'zga cheliqib turadi. Yosh xonim hech ikkilanmay o'g'lini agashtirib osh taraf qarab yo'l oldi. Yana shundaqdimi ichida andishi tug'ildi. Yezi o'ylarining qangaltirliq o'gizlari va to'nglik panjarlarining muz tutqan aynaklari ko'rindi. O'gizining qangaltirlari g'ulji yezi o'ylarining qangaltirliq o'gizlaridek qizil sirda, panjarlarining ramlari bo'lsa ko'k sirda sirlanmagan edi. Faqat qandoq sirda sirlanganligini ayrig'ili bo'lmaydi. O'ylarning o'gizlarining qangaltiri ko'nirab, dod besib ketgan edi. Panjara keshaklarining sirlari o'ngib, o'rikib, farq etgili bo'lmaydigan holga ko'zga chilqib turadi. Yosh xonim o'ylardagi bu xil alohida alomatlarga qarab, o'zlarining Qozog'iston terroristiyasiga tava yezlariga yetib kelganligini mutlaq ravishda jazmlashtirdi. Yosh xonimning ishlari o'ylagandek o'ngdan kelsa, darhol tuqqanlarning o'ylariga yetib borgandan keyin darhol cho'ng shaharlarning birisidagi Birlashgan Davlatlar Tashkilotining ish boshqarish ishxonasiga berib, Yevropa davlatlarining birisiga ketish iltimosini sunatdi. Va ishning natijasi kutgan yerdan chiqib, panohlik iltimos qabul qilinib qolsa, Yevropaga ketish orzusi bor edi. Bu ishlar to'g'risida burunli o'ylashgan va qanday qilish, nimalarni deyish va qanday materiallarni topshirish qatorliq bir yurish rasmiyat bejirish ketadigan materiallarmi endi hozir edi. Kallasida ularga aytadigan nurg'un hikoyalar tayyor edi. Mubodo ana shu o'ylar amalga oshib, ishning natijasi kutgan yerdan chiqsa, yana 2 oy qolmay o'zlarini Yevropa davlatlarining birida ko'ratdi. Darvaqa yosh xonimning Germaniyaga ketish orzusi bakmi yuksak edi. Mana hozir ana shu adoq orzu umidlarining tezroq amalga oshishi uchun o'g'lining qo'lini chang tutgan yosh xonim
Yezning qo'yniga kirib keldi. Yezi qurallardan g'o'razning chillashlari, Sayg'izxonning sharaqlashlari, top-top qushqashlarning churqlashlari anglanayotdi. To'rxunlardan po'qirab chiqayotgan quyuq tutunning puraqlari dimoqqa urilmoqda edi. Tang shamili ona va bolaning yengli xumdandan chiqqan ko'zidek qizarib ketgan manzillarga so'qilayotdi. Va ularning vujudida oppoq qorlardek yumshoq his tuyg'u chayqilayotdi. Yezining jozibasi ona va bolani asir olgan edi. Shu damlarda yosh xonimning yuragi ma'nilik erkin signallarni butun badani yo'llayotdi. Ushbu signallar yosh xonimni hayajonga solgan edi. Mana bu hayajon erkinlik erishganlikning bisharti edi. Hey, buyuk erkinlik. Mubada sening harakatlantirgich kuching bo'lmasa edi, ular chegaradan halqib o'tolmagan bo'lardi. Hamda ular sening inson ruhiga ruh qatadigan ajoyib sehriy kuchingning borligining guvohchilaridan bo'lib qoldi. Ularni sen uyg'otding, sen qutqazding, sen o'z qo'yningga olding. Sen to'g'ri bilan xatoni ayiradigan imkoniyatni sunding. Sen umid bo'lding. Umid bo'lmasa inson yasholmaydi-da. Yosh xonim o'zini hech bir zaman hozirgidek tatliq baxtli tuyg'u cho'milgan holda his qilib boqmagan edi. U koshki ichimlik mush baxtli tuyg'ularni o'zbet ifodalaydigan so'zlar bilan jumlalarni tuzalgan bo'lsam deb o'ziga tovushsiz pichirladi. Aeroplanning tovanlishidan paydo bo'lgan qattiq silkinish yosh xonimning xiyol daryosiga tutgan muzg'u palto urgan edi. Dunyodagi eng tez narsa odam tasavvurining tezligi bo'lsa kerak. Yosh xonim yuqori tovan tabrinib, bag'in sari paslayotgan aeroplanning derisidan lirik eqiyotgan mayin daryosiga qatilib qolgan ko'zlarini elib, osmonga tikdi. Osmonda hech qanday bulut yo'q edi. Havo shunchalik suzuk, yer yuzidagi daryodek ko'p-ko'k edi. Darvaqa shu damda yermi ko'k, osmonmi ko'k edi. Yuqori tovan hamma tarafda ko'k rangni ko'rgan ona o'zini shunchalik ozoda his qilib, ruhida erkinlik tuyg'usi texmi jo'sh urdi. Yosh xonimning xiyoliga darhol ko'k bayroq keldi. Ayni chog'da Turkiyaga sayohatga chiqqan chog'da ko'k bayroqni birinchi qitim ko'rgan va bugunkidek ruhida erkinlik tuyg'usi yalqagan edi. Shuningdan muqaddam yosh xonimning eng yaxshi ko'radigan rangi ko'k rang bo'lib qolgan edi. Va ko'k rangni ko'rgan hamon ko'ngli yorib, o'zini erkin, ozoda his qiladi. U ichida ko'k rang erkinlikning simvoli, ko'k rang demak erkinlik demakdir deb pichirladi. Va ko'zini derazadan elib o'g'liga qaratdi. Bolami uyqusi qirib ko'zini ochgan edi. Uning nozik burunlarining ustida o'nchidak ter tomchilar yaltirab turardi. Yuzlari onaning donchilaridek qizargan edi. Bu navbat uning yuzlari sovuqdan emas, ichidan chiqqan issiq haroratdan to'qish shaptuldek qizarib ketgan edi. Yosh xonim bolaning yuzidagi qizillikqa, tabassumga, xotirjamlikka qarab, o'g'lining ichidagi qo'rqinchdan iborat alvosidan butunlay ozod bo'lganligini his qildi va Germaniyaga keldik dedi. Onasining tuyuqsiz aytgan bu so'zini anglagan bola hayronlik ichida aeroplanning derazasi tarafga qarab bo'ynini so'zdi. Dal mush chog'da aeroplanning chaqi zaminga tekkanlikdan bolaning nozik gavdasi tavrinib ketdi. Ona va bola har ikkilisining ko'z chanoqlari yoshq emas, kulkiga to'lgan edi. Har ikkilisining o'ruqlab ketgan yuzlaridan kelajakning nuri, noldan boshlaydigan yep-yangi hayotning jilvasi aks etishga boshlagan edi. Darvaqa erkinlikka bo'lgan intilish ularni erkin dunyoga muyassar qilgan edi. Ularning ruhi qaytadan tirilgan edi. Onaning qalbida bolaning qalbida onaning yuragini sug'arg'uchi bitmas tugmas hayotlik buluqi jimirlayotdi. Bola shunchalik baxtli edi. Istagan, orzu qilgan erkinlik erishganlikni onasining mayin daryosiga qarab qilgan tabassumidan his qilib ketgan edi. Shu vajidan uning 2 oydan beri ichiga ko'milib qolgan baxt tuyg'usi birdan yalqib, jo'shqinlashga boshlagan edi. Ana shu jo'shqu uning qora ko'zlarida, suzuk yuzlarida julanib turardi. Bola ushbu baxtni mangu yoshitish uchun umid bilan yashashi, tabiat va jamiyat qo'ynida o'zini yetildirishi kerak. Bo'libmi o'zining umididan voz kechmasligi uchun mazkur yangi dunyo qo'ynida
Muşu dünyanın bir parçası boluş süpütü bilen muşu dünyaga cümleden öz milletiga payda yetküzüş üçün bir ömür izleniş gerek. Aeroplanның içidagi oq chiroq nurida balaning xotirjamlikka to'lgan chiroyi go'yo o'rik chechagi bayramining oldi keyinda yoqqan yomg'irda cho'milgan chechak bargisidek o'moqlashib ketgan edi. Uning ruhida go'yo erkinlik ko'ksidan o'g'iz sutini emgandek huzur bir tuyg'u kuvjayotdi. Balaning ruhiy holatidagi o'zgarishlarni ko'rgan yosh xonim o'g'liga qarab tatliq kulimsirdi. Dal mushu damda xavfsizlik manbasi bo'lgan mazkur zaminda aeroplan asta-asta mengib oxiri to'xtagan edi. Aeroplanning chaqi tekkan ushbu zaminda erkinlikning, demokratiyaning buluqi bor edi. Mana bu buloq dunyodagi eng buyuk xazina. Bir inson uchun erkinlikdan esil, erkinlikdan tatliq, erkinlikdan qimmatlik yana nima bor deysiz? Hammadan muhimi yosh xonim o'ylaganlarini, beshidan o'tkazgan kechirmishlarining hammasini erkin tafakkur qilib, erkin qalam tavratib yozib chiqa oladi emasmi? Dunyoda o'z o'ylarini erkin yozishdan boshqa yana qandoq esil narsa bor bo'lsin?